안녕하세요, 여러분. Kia 모닝입니다. 2010년 거 14만 3천 킬로 타는 거 휘발유차입니다. 총 금액이 340만 원이에요. 340만 원, 총 금액 매도비 합쳐서 다 차가 너무 깨끗하고 사고 없고 무사고입니다. 땀소리 이력은 없습니다. 차가 너무 깨끗하고 휘발유차입니다. 뉴 모닝 타고 싶은 사람이 연락주세요. 블랙박스, IPS, 내비게이션, 여성 시트 앞에 키 들어가고 kimi sayklar xabar berasizlar. Kia Morning 2010 yil 143 ming kilometr yuribdi. Benzin общий chiqadigan narxi 3 400 mingga chiqadi. Mashina вообще ideal. Avariyasi yo'q. Kuzovda ishlangan, urilgan, qirilgan joylari yo'q. Tiniq holatda turibdi mana. Morning minamanganlarga mana Morningni udari. Jamini xarajat 3 400 mingga chiqadi. Hammasi ichida. Kichkinagina navigator qo'yib qo'yibdi. Kimi kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar.